Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun 20-aprel, xudo xolsa Damas'lar obzori bo'ladi. Yaxshilardan qo'yib boramiz. Kechgacha chiqadi. Kuzatinglar, baribir Damas zo'r mashin. Boshqa semeyniy, katta oladigan mashin. Kuzatinglar, qiziq bo'ladi. Mana Damas'lar obzorini boshlaymiz. 2024 ekan, 25 kuzov ekan. Mana qaraymiz. Polniy shumka qilingan, navorotchalar qilingan ekan. Mana shu tayinlovgacha orqa chexollarni baho berasizlar, kojin chexol, barxitli tako ekan. Kiraverishda mana Magicari 901 Magicari bor. Bari o'rnatib qo'yishgan. Video nableni bor, mana neba bor. 23 mingta yurgan. Metan va benzinda yuradi. Ablisovkalar qilingan, paroglar o'rnatilgan. Yaxshi holatda ekan. Navorotchalar qilingan. So'raymiz. Akajon, assalomu alaykum. Sizdan ha? Ha, akajon. Nechi pul akajon? 9000 kami bor akajon. Nechi pul qilib berasiz endi? Men podpисчиklar sotib oladigan, faqat sotadi bular. 8,5 ga qo'shsa beramiz aka. 8,5 ga qo'shsa biroz berasiz. 8400 ga bermadik bu. Variantlar bormi? Avtokredit qilib beramiz $3000 bilan. Avtokredit $3000 bilan chiqadi. Generalni ham chiqadi. Farqi yo'q aka. Nomeringiz? 97 923 923 50 00 nomer telefonlarga telefon qilib, mana shu Damas'ni olishingiz mumkin. Do'stlar, mana 2024 no kuzovi 25 ekan. Mana bunday holatda qarashingiz mumkin. Karmita balonlar o'rnatib qo'yishgan, orqa tayinlovgacha ellik urilgan. Zakonni holatda mana ichkarigi chexollar, polilar chexollarga e'tibor beringlar. Yashil mana shunaqa barxitli zo'r holatda ekan, yangiday. Mana shu 4000 ta yurgan 400 kilometr hali yurgan, вообще yangi holati zo'r ideal deyishyapti. Metan benzinda yurib beradi. Holati zo'r ekan. So'raymiz nechi pul? Akajon 1 minut. Nechi pul xudo xolsa? 8300. 8300. Savdosi bor. 300 ni urib berasizmi yo 500 ni? Yani savdosi. Ko'ramiz-da, savdosi. Oladigan odam. Appa arzon kanalda hamma oladi, podpисчиklar nimada? Kelishtirib beramiz. Puli ko'p odamlar. Kelishtirib berasiz. Appa arzon desa promokodmi nima qilib berasizmi? 8 dan biroz o'tib beradilar, brat. Biroz yana 100 o'tib beradilar. Tak, nomeringiz? 90lik 90lik 198 198 92 93. 92 93 nomer telefonlari. Variant nimalar bormi boshqa? Bor, variant. Avtokredit. Bo'ldi. Gazam qo'yilgan. Buni kursi bu. Qani? Metanlar ko'rilgan. 25 bor. Ha. Böyle telefon qilishadi sizga. Do'stlar, mana 2019 kuzov 2020 ekan, Damas'cha oq rangida. Kraska joylari bitta kuzovda birozgina pitnocha bor ekan. Qolgan joylarda yo'q. Orqacha tayinlovgacha qilingan. Karmital balonlar o'rnatib qo'yishgan. Metan benzinda bemalol yurib beradi. Chexollar mana o'rnatib qo'yishgan ekan. Polik yangi. Mana kojinli tepachalardan o'rnatib qo'yishgan. 75 mingta yurgan. Holati yaxshi. Hech qanaqa boshqa ishlari yo'q deyishyapti. Yengiladigan mashin. So'rab ko'ramiz nechi pul. Assalomu alaykum. Aka, sizdan ha? Xudo xolsa. Damas'cha ishlari yo'q ha, xudo xolsa. Yo'q. Miniladimi? Toza ha? Nechi pul? Nechi pul? 5800 aka. 5800 deyapsiz. Yana xudo xolsa biroz kelishtirib bering. Nechi pul kelishtirib berasiz? Ha, kelishtirib beramiz. Oladigan mana shitir sanayman, naqd pul bilan kelsa mana podpисчиklar oladigan bolalarda bu. Nechi pul? 600 ming qilib beramiz. 5600 ha? Bo'ldi. 5600 yomon narx emas. Yana aparzon desa, yana xudo xolsa bir 100 tushib beradilar. Mana shu nomerga. Nomeringiz? 91lik 91lik 546 546 1004 nomer telefonlariga telefon qilib gaplashishingiz mumkin. Mana 2018 Damas'chalarni zo'r holatdan so'raganlarga mana bor. Tak, pitnochalar past holatda 1-2 ta mana taraflarda pitnochalar bor. Незначительный pitnochalar ko'rinmaydi. Tayinlovgacha qilingan karmital balonlar o'rnatib qo'yishgan. Tak, keyin muhim jihati metan emas, propanda yurar ekan. Propan benzinda yuradi. Plus metan apasini uncha yoqtirmayman, propan zo'r. Chexollarni qarang, zo'rdan taqib qo'yishgan. Tepa kojachalar, mana bunday barchalar bor, pioner kolonka. Tak, ekranchalar o'rnatib qo'yishibdi. Zo'r. Test monitorlar. 94 mingta yurgan.
Polik chexol hamma joyi mana ko'rishlaringiz mumkin, yaxshi holatda. Kim edi mana shu? Zo'r. Assalomu alaykum. Aka, bu qanaqa ishlari bor hozir, yo'qmi? İşleri yok ama zaten karakolları yaxshi olması. Minillarda? Tozami? Pasta bitta petpasta bu pastada. Bir ikkita. Xo'p. Nech pul qilib berasiz? 5700 so'roqmiz, kelishib beramiz. Yana kelishtirib berasiz, xudo xolsa. Ha, 5700. 5,5 mingga bitadimi, naqd pul bo'lsa? Gaplashamiz telefon. Aha. Bo'l, variantchi, variant unaqa naqd pulmi yo'q qanaqa? Mana ne kelishadi farqi yo'q. Bor, ha, unaqa variantlar. Bo'l, nomeringiz 91lik 91lik 524 524 29 29 nomer telefonlariga telefon qilib gapirishingiz mumkin. Mana 2020-yil Damas kraskalari toza ekan. Yana tekshirib olsa, zakonniy holatda karmitar ballonlarni o'rnatib qo'yishgan. Mana bunda yashil emblemacha yashil ekan mana. Metan benzinda ham yurar ekan, tonirovkaga orqa urilgan. Salon qismlari mana shu nimalari kojunli bo'lgan ekan. Chexol, polik yaxshi. Tak, nebalar o'rnatib qo'yishibdi. Saloni yaxshi ekan, pioner kolonkalar bilan o'rnatib qo'yishibdi. Tak, 67 mingta yurgan ekan. Toza holatda. Holati yomon emas. Hozir so'raymiz nech pul. Aka, sizdan assalomu alaykum. Nech pul deyapsiz? 6700. 6700. Savdosi bor. Yo'q, endi bilaman, savdosi bor, aniq u. Variant nimalar bor? Hamma narsa bo'ladi. Displey ham bo'ladi, varianti ham bo'ladi. Avtokredit, hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Olsa bo'l. Olsa bo'ldi. Nech pul qilib berasiz endi? 10 sut qilib beramiz. 6200. Yo'q. Bo'lsa, arzon promokod oladigan odamda bular. Savdolashmaydi bular, savdolashmaydi. Olingda 6200 ga beraveradi. Yo'q, bizda bermaydi. Bering aka. Bering mana, bu kishi bujur olaman deyapti. 6300 mi, nima? Bo'ladi. Bo'ladi, ha? Nomeringiz? 97lik 97lik 929 929 0540. 0540 nomer telefonlariga telefon qilib mana shu damasni olishingiz mumkin. Mana 2016 no suyagi butun deyishyapti. Dehqondan birdan ko'rsating deyotganlarga mana shunaqa holat mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Tak, ichkariga holatlari ideal emas. Shahri sabzi moshina, no suyagi butun moshina o'zlariniki ekan, boboni. Tak, 437 mingdami? Aha. Aslida 4 kurukdan biroz oshgan. Tak, bu metan benzin. Metan benzin yurib beradi. Suyagi butun. Ishlari yo'qmi? YouTube'da nima desak chiqadi? Arzon yozsangiz chiqadi xolos. Ishlari yo'qmi? Yo'q, hech qanday rasvot. Minilada? Nima top toza. Ha. Moshina o'ziniki. 4,5 ming. O'zimning generalniy bank edim bo'laveradi. Nech pul qilib berasiz mana podpischilarga? Mana. Men biroz tushib bering endi bu arzon kanali-ku, arzon bo'lish kerak-da. Arzon. Shuni telefon qiladi, telefon qiladi. 200 o'tib beramiz. Yana 200 o'tib beradi. 4300. Yana bir 100 o'tib bering, telefon qiladi. 4200, davay, 4200, bobo. Oladi? 4200. Yo'q. 4300 bo'lsa generalni ham beraveraman. 4200 qiling mana shuni. Ha, mana xo'p, davay, ha, nomeringiz? 99lik 99lik 252 252 1667. 1667 nomer telefonlariga telefon qilib, mana zo'r narxdagi Damas'ni olib bilishingiz mumkin. Do'stlar, mana 2017 Damas so'raganlarga kraska holatlari mana eshigida birozgina pitno bor ekan, qolgan joyi toz deyishyapti. Yana tekshirib ko'rsa, orqa tonirovkaga urilgan karmitar ballon qo'yilgan ekan. Chexollar holati mana shunday chexollar o'rtacha darajada chexollar, yomon emas. Tak, polik chexol bor. Boshqa qolgan navoratlarini ko'rmadim. No, yuradigan mashina Sateponiki o'zniki ekan, boboni. Tak, bir krugdan oshgan. 112 mingta bir krugdan oshgan. O sizdan, ha? Aha. Qanaqa ishlari bor, ishlari yo'qmi? Umuman ish yo'q. Mana kommentar deska bo'lsa, motor, korobka, ходовойga 100% javob. Javob. Ko'zifiga mana shu bitta pitnosi bor. Ha. Tamam, boshqa nima ish kerak bo'lmasa endi. Minish kerak, ha, bo'ldi. Litrda ham yuradi, gazda ham, benzinda ham yuradi. Metan benzin, bemol benzin asos nimalar, ha? Hozir qishda bitta problema bo'lganda gazga desa benzinga o'xshatdikda, benzinda. Ha, bemol yurib beradi. Bu nech pul qilib berasiz? Barak. Taqalgani 5 jo'ra, undan past bo'lmaydi. 5 taqalgani. Taqalgan. Savdosiz, ha?
5,5 deyap, 5,300 dedim, taqalganda sotilishi 5,000. 5000 ga sotib olasiz. Kamchiligi yo'q-da. Ha, variant nimalar bormi? Hech naqa. Yo'q, agar Birdan bank naqd qilsa pul. bank qilib beraman. Men unaqa ish bilan shug'ullanmayman. Ha, naqd pul bo'lsa, Naqd pul bo'lsa 5000 bo'lsa, nomeringiz 91lik 91lik 526 526 64 64 90. 90 nomer telefonlarga telefon qilib olishingiz mumkin. Ikrom shashligida oldida turadi. Sartepa ekran shoshiga oldida turar ekanlar. Bemalol mana o'zlariniki olishingiz mumkin. Mana 2010 qaymoq rangli Damas so'raganlarga kraska 10-15% bor deyishyapti. Metan benzinda yurib beradigan mashina ekan. Mana ichkariga holatlarni ko'rishingiz mumkin. Chipolchi, poliklar o'rtacha darajada yomon emas. Yurgani 2,5 kub почти. Mana 2,5 kub почти. Yomon emas ekan, mashina o'zlariniki ekan. Qolgan seriyozdan xarajatlari yo'q. Suyagi butun deyishyapti. Akajon, Hamma joyi chotki. Qo'lidan ish kerak. ishlari yo'qmi? Yo'q. Hamma joy chotki. Miniladi bo'ldi, ha? O'zingiznikimi mashina? O'zimniki, ha. Qayerniki bu? Istixon. Ishtixon shahar. Hay, nech pul? 3600 da bo'lasa. 3600. Savdo bo'ldimi mana shunga? 3600. Bo'lyapti. Bo'lyapti, ha? Nech pul o'tib berasiz endi? 3600 taqalgandingiz bo'ya eshitdim. Shu. Bir yana 100 o'tib bering podpischilarga. Naq bo'lsa 3,5 ga bitadi mana shu mashina. Aha, nomeringiz 93lik 93lik 448 448 0897. Ha? 0897. 0897 nomer telefonlarga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Sizlar 2022 yil Damas so'raganlarga mana holati zo'r, birdaniga dehqondan olib sotarlar emas, mana karmital balonchalar o'rnatib qo'yishibdi. Halqacha tanrovga urilgan, ichkariga holatlari chuqur polik, emas o'rtacha daraja miniladigan mana bunaqa barchasi bor ekan. Sariq. Tak, mana katta oynasi bor. 62 mingta yurgan. Mana bu joylari вообще zo'r holatda ekan mana bunday. Alyuminiy tablochalar qo'yishgan. Holati yaxshi ekan. Tak, mashina faqat benzinda yurgan deyaptilar. Propan metani yo'q, no benzinda propan metandan ham dvigatelni tushadi deyaptilar. Juda kam yurgan ekan, karburator ishlari yo'q ekan. Aka sizdan xudo xolsa. Mashina qayerniki ekan? Kattaqo'rg'on. Kattaqo'rg'on o'ziniki, ha, birdan dehqon. Shu benzinda nechta yuradi dedingiz? 10 ta benzin bilan 160 170 yuradi. U yaxshi yur ekan. Ichiga. O ana. Karburator qilingan, $100 ga karburator qildirganman. Ishlari yo'q ekan-a bo'lmasa, minilar. Yangi Damas 140 ga chiqmaydi aka, mana bu chiqadi. Chiqadi javob Damas. Javob. Ha. Bu yaxshi ekan bo'lmasa. Yuragi, ot yuragi deb bo'lsa. Ot yuragi. Bossin 140 ga chiqadi. Oh, zo'r. 22 ga aka. Nech pul? 6,5 dan. 6,5 deyapsiz. Variantlar bormi? Barter qilamiz. Katta mashina bo'lsa. Barter qilasan, katta mashinaga almashtirmoqchisiz. Ha, nech pul mana taqalgani? Podpischilarga aparzon uchun. Shtir sanayman, savdolashmayman degan bolalar bo'ladi. Aparzondan ko'rdim deb kelsa mana 5900 ga beraveramiz. Aparzondan ko'rinib kelsa 5900 ga berib yuboradi mana shu mashina. Zo'r mashina ekan, lekin holati. Nomeringizni aytib o'ring. Benzin 88lik 88lik 288 288 55 50. 55 nomer telefonlarga telefon qilib ulguring mana shu Damasni olishga. Sizlar 2009 uchun mana bu antikvar mashina bir baho beringlar. Antikvar ekan, 82 mingda yurgan, mana shu kam yurgan, benzinda yurgan ekan, shuncha payt. Hozir metan o'rnatishgan ekan. Holati juda yaxshi deyishyapti. Mana chiqollarga e'tibor beringlar. Polik chiqol yaxshi holatda ekan. Ta ichkariga holati 82 ming tona yurgan deyapman. Ta kalonkalar o'rnatib qo'yishgan, toza holatda, lekin ichkari mana orqa kraska joylari faqat mana orqasida past joylarda biroz pitnochalar bor deyishyapti. Hozir so'raymiz. Kraska holati qanaqa? 4 ta kriloni arkalariga sepilgan, petno bir 10-15% kraskasi bor, paroglariga sepilgan. Parollarga sepilgan. Suyagi butun deyapsa, ish pishlari yo'q, xudo xolsa. Yo'q. Miniladi. Motor ochilmagan aka. Motor ochilmagan. Benzinda edi, o'zimiz metan qo'ydik. Ha. Balon o'zini radnoy kumxo zavoddan chiqqan, o'sha 9-yil chiqqan kumxo balonda turibdi. Ha. Yaxshi ekan antikvar mashina. Nech pul deyapsiz? Buni 53 million so'm deyapmiz, kelishamiz. Nech pul qilib berasiz endi bo'lishib? Kelishamiz. 53 million, 50 million ha? 50 million. Ja sal qiynalgan bo'lsa, notarius plusini ham o'tib beramiz 50 dan. Ha, yaxshi. Nomeringiz? 99lik 99lik
298 298 02 22. 02 22 nomer telefonlarga telefon qilib mana shu mashinani olishingiz mumkin. Kam yurgan, yaxshi holatdagi mashina. Sizlar 2008-yil mana Damas, no probegi juda zo'r. Siz qarang probegini. 1 krub 58 mingta yurgan. Olib qo'yilgan mashina ekan, mana shu probegi zo'r. Kam yurilgan, ayol kishi haydagan ekan. Pasportda ham ayol kishiniki. Ko'rishlaringiz mumkin. Chixop polikdan zo'rdan taqib qo'yishibdi lekin. Holati yomon emas. Kraska holatlari endi qayerda, xo'roz? Orqacha tayyorgacha mana. Ha, sepilgan mana shunday. Chiziq. Aha. Bu nechi pul xo'roz? 4200. 4200. 200 otib berasiz endi. Palpishlar oladiganda. O'tib beraman. 3900 maraq. Любой olsun. O ana 3900 ga olasizlar, bilasizlar. Mana shu mashina yaxshi ekan. Nomeringiz 94lik 94lik 854 851 83. 83 33 nomer telefonlari, variant bunaqa narsa bormi? Yo'q, yo'q. 3900 naqd bersan, olib ketsin. Ayol kishi haydagan, texpasporti ham bor. Propan, metan? Metan. Metan benzinda ham atak benzindan asosmi? Metan любой. Yo'q. Mana telefon qilishingiz mumkin. Mana Damas 2022 qarashingiz mumkin. Kraska holati toza ekan. Holati yaxshi deyishyapti. Karmetal balonlar o'rnatib qo'yishgan. Tonirovkalar 100 ga 1-2 oy qolgan ekan tonirovka ruxsatiga. Olib berishadi bonusiga. Ichkariga holatli, ideal holatda ekan. 25 mingta yurgan. Toza holatda ichi. Holati yomon emas. Propan deysiz bu? Ha, propan gaz. Propan benzinda ham yuradi, benzin asos nimalar yaxshi ishlaydi. Hamma joy ishlaydi. Aha. Necha pul qilib berasiz? Buni aka 6800 deyapmiz. 6800 deyapsiz. Bitgan necha pul endi mana? Naqd pul bo'lsa, mana podpishchilarga savdolashmasa, telefon qilib savdolashmasa masalan. 6600 qilib beraman. Oxiri narxi 6600. Variantlar bormi? Bor. Xo'p, nomeringiz 93lik 93lik 357 357 57 70. 57 70 nomer telefonlarga telefon qilib mana shu Damasni olishingiz mumkin. 2021 Damas, bu ham yaxshi holatda ekan. Kraskalar toza, metanda yuradi, benzinda ham xatosiz yurar ekan. Mana bunday karmetal balonlar o'rnatib qo'yishgan. Tonirovkacha orqa urilgan. Tayyor holatda ekan mashina. Ichkariga holatlari mana chixop polik yaxshidan taqib qo'yishibdi, такой barxitli, toza. Video nablideniyasi bor. 92 mingta yurgan, holati toza. Ichkariga holatlari mana. Toza. Bunday nima klionka o'rnatib qo'yishib, bu ham tozaligidan bir dalolatdir. Yomon emas, holati ideal ekan. Aka bu sizdan yana? Nech pul? Sizdan? Ha, aka buni 6700 deyapmiz. 6700 deyapsiz. Variantlar bormi? Bor, variant. Kredit nima? Biz beramiz aka, avtokredit. Telefon qilib aniqlasa bo'ladi buni. 2 oy, 3 oygacha narsaga bemor bera olamiz. Aha. Tayyor mashina aka. 6700 dan nech pul tushib berasiz? Aka bo'lish 6,5 qilib beramiz. Bo'lish, ha? 6,5 ga beradilar. Nomeringiz? 93lik 93lik 357 357 57 70. 57 70. Mana shu Damasni olishingiz mumkin. Holati toza. Do'stlar, mana Damas 2024 holati yaxshi Damasdan so'raganlarga mana shu Damas, mana elegant diskalar, charmxo balonlarni o'rnatib qo'yishdi. Kraskasi toza, tonirovkacha orqa urilgan. Ichkariga holatli, chexol yangidek, poliki yaxshi. Yurgani 28 mingta ekan. Yomon emas holati. Pioner kolonkachalar o'rnatib qo'yishibdi. Tak. Metan benzinda yurib beradi. Mana hozir. Egasi aka keng, aka. Nech pul? Aka bu sizdan ha? 24. Holati yaxshimi? Ishlari yo'qmi? Yo'q. Nech pul dedingiz? 7,5 ming axir aka. Axirimi? Ha. Biraz shurang savdolash. Bo'ldi 7400 ga beraman. 300. Dedim. 7300 ga berib oladilar. Variant avtokredit. Avtokredit to'la. Variantchi. Variant yo'q. Generalni chiqadimi? Ha, chiqadi. Xo'p, nomeringiz
91'lik 91'lik 541 541 75 75 75 nomer telefonlarga telefon qilib mana shu Damas'chani olishingiz mumkin. Do'stlar, mana 2025 yangi holatda o'ziniki ekan. Qarang, mejikarlari bor, ishlaydi hammasi. Holati ideal deyapti. Kraskalari yo'q, chexollarga e'tibor beramiz. Yashil kojinli chexol. Tak havas uchun taqib qo'yishgan ekan. Lakosta deydimi nomini? Tak 6000 kilometr yurgan, vobshe yurmagan desak ham adashmaymiz. Barlari e'tibor bering, chiroyli holatda. Moshin toza, shaharda yurgan. Hech qanaqa ishi yo'q. Tak. Eshik ochib yopilishi yangi holatda. Holati zo'r ekan lekin. Balonlar karmital o'ynatib qo'yishgan. Aka, qanisiz? Brat. Siz o'ziniki, ha? Bu boshqa bo'lsa. Shaharda yurganmi? Shaharda yurgan, yangi mashina. Yangi mashin. Nech pul? Oxiri 8000 aka. Shumka bo'lgan. Shumkalar bo'lgan, ha? 8000. Nech pul qilib berasiz? Oxiri shu, ha? Endi taqalgani. Savdolashmay. Rasot ko'p ketgan. 8000 ga berib yuboraman deyapti. Variant bunaqa narsa bormi? Yo'q, Naqd pul. avtokredit. Avtokreditga berib yuborish. Mashina yaxshi holatda ekan, 8000 ga berib yuboraman deyishyapti. Nomeringiz? 95lik 95lik 102 102 73 33. 73 33 nomer telefonlarga telefon qilib ulguring mana shu Damas'chani olishga. Holati ideal.